Hammaga assalomu alaykum. Videoni boshlashdan avval eslatib o'taman, bu animelardagi super kuchlar va sehr faqatgina inson xayoli. Haqiqiy kuch va yordam yolg'iz Alloh taolodan keladi. Do'stlar, o'zingiz ham nazarimda farqini ko'rib turibsiz. Hozirgi kunda ko'pchilik sun'iy intellekt orqali arzon, his-tuyg'usiz ovozlashtirish qilyapti. Biz esa erinmasdan chiroyli ssenariy yozib, uni ovozlashtiryapmiz. Sifatli montajlar qilib, unga vaqt va mablag'imizni sarflayapmiz. Shuning uchun ham barcha yangi qismlar eng avvalo rasmiy Anishoir ilovamizda chiqadi. YouTube'ga esa biroz keyinroq. Tomosha qilayotgan videolaringiz eng qiziq joyga kelganda davomi nima bo'larkan deb qiziqib qolsangiz, darhol Telegram ilovamizga o'tib, bemalol davomini tomosha qilsangiz bo'laveradi. Video ostida esa Anishoir ilovasining havolasini qoldirganmiz. Endi esa sizga yoqimli tomosha. Marhamat. Stol ustida qilichbozlikka oid qalin darsliklar yotardi. Bolakay o'zining jismoniy chidamliligi va sehrli qobiliyatlariga qattiq ishonardi. Shuning uchun u hujum qilishni emas, balki faqat o'zini himoya qilishni o'rganishi kerak edi xolos. Yosh sehrgarimiz kitobni diqqat bilan o'qishni boshladi va tirik qolish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishga ahd qildi. Osmonda esa xotirjam bulutlar suzib yurardi. Shu payt kimdir bor ovozi bilan chaqirdi. G'azabdan ko'zlari qonga to'lgan Ryan oldinga qarab yugurib borardi. Mashg'ulot maydonida turgan ustoz yigit naqi 100 marta aylanib yugurib chiqqanini e'lon qildi. Erkak jilmayib, Ryan o'zining shaxsiy rekordini yangilaganini aytdi va nega o'quvchisi birdaniga bunchalik qattiq shug'ullanib ketganini so'radi. Yigit charchoqdan tiz cho'kib, "Shuni ham mashg'ulot deb atash mumkinmi?" deb so'radi. Qariya hayron bo'lib, nima haqida gapirayotganini so'radi. Yosh xo'jayin og'zini lang ochib, "Men hali ham tirik turibman-ku. Bundan ham qiyinroq, shafqatsizroq mashqingiz yo'qmi?" deb baqirdi. Haqiqiy yirtqichga aylanib ketyaptimi bu bola? Men tushunmay qoldim. Ustoz soqolini qashlab, unga nima bo'lganini so'radi. Zodagon yigit esa qoshlarini vahimali chimirib, hammasi joyida ekanligini aytdi. Ustoz unga shubha bilan qarab, "Bu bola qandaydir yangi narsani o'rganib olgan ko'rinadi", deb o'yladi va uning allaqachon o'z sxemasini uyg'otishga muvaffaq bo'lganini esladi. Ulkan arenada turgan ustoz unga eng qiyin vazifalarni berishga rozi bo'ldi, lekin agar o'lib ketsa, javobgarlikni o'z bo'yniga olmasligini qattiq tayinladi. Sehrli doira fonida bir odamning qiyofasi gavdalandi. Xo'sh, sxema nima deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Sxema bu tasavvurdagi tana, ham uning sxematik tasviri bo'lib, u aqliy holatning o'ziga xos analogi hisoblanadi. Odamlar bir-biriga orqa o'girilib turishadi. Har bir inson o'z tanasi haqida qandaydir tasavvurga ega, lekin sxema bu o'sha tasavvurning o'ta aniq va mukammal gavdalanishidir. Haligi odamning atrofida yorqin energiya porlay boshladi. Sxema ustasi bo'lganlar o'z tanasini shu qadar mukammal tushunadiki, hatto hujayralarning harakatini ham bemalol boshqara oladi. Qo'lida kitob ushlab turgan qahramonimiz, nahotki bu aqliy holatning mutlaqo teskarisi bo'lsa, deb o'yladi va buni o'zi ham sinab ko'rishga qaror qildi. Shiron ko'zlarini yumib avval o'zligini his qilishga urindi. Uning tanasini moviy energiya o'rab oldi. Aqliy holatga kirish uchun inson o'zligini butunlay o'chirib tashlashi kerak bo'lsa, sxema uchun esa aksincha o'z borlig'ining eng chuqur mohiyatiga kirib borishi shart. Bolakay boshini egib, agar hozir shu to'siqni yengib o'ta olsa, sxemaning birinchi bosqichini yakunlashi mumkinligini tushunib yetdi. Lekin o'z qo'llariga qarab, aqliy holatga mutlaqo teskari bo'lgan jarayonga kuch sarflash unchalik ham samarali emasligini angladi va bundan 3 yil oldin uchratgan o'sha sehrgar qiz ham aynan sxemadan foydalanganligini esladi. Qilichining tig'i sovuq yaltirab ketdi. Yosh sehrgarimiz qilichbozlik asoslarini o'rganish uchun aqliy holatdan foydalanishga qaror qildi. U hovliga chiqib, mashg'ulotni 8 xil yo'nalishdagi kesuvchi zarbalardan boshlamoqchi bo'ldi. Qahramonimiz qilichni boshidan baland ko'tardi. Qilichning tig'i yog'och ustunga qattiq urildi. Bu payt esa Ryan o'zini yo'qotib qo'ygandek yog'och to'nkani tinimsiz savalashda davom etardi. Ustoz uning mushaklari yirtilib ketmasligi uchun to'xtashni buyurdi, lekin qilich yana yog'och ustunga qattiq urildi. Yosh yigit alam bilan, "Nega mening qo'llarim uzilib tushmayapti?" deb baqirdi. Ustoz unga shok holatida qarab turardi. Ko'zlarida yosh bilan yosh xo'jayin nega u sxemadan foydalana olmayotganini so'rab dodlardi. Shu payt qariya uning qilichini yalang'och qo'li bilan shartta to'xtatib qoldi. Zodagon yigit kutilmaganda harakatdan joyida taqat to'xtab qoldi. Ustoz bugunchalik shu yetarli ekanligini aytib, mashg'ulotni to'xtatishni taklif qildi. Qurol jaranglab yerga tushdi. Ustoz o'quvchisining yelkasiga muz qo'yib qo'ydi. Qariya unga qarab, hozir nimalar haqida o'ylayotganini so'radi. Zodagon yigit esa qo'lidagi chidab bo'lmas og'riqdan qanday qilib o'lib qolishi mumkinligi haqida o'ylayotganini aytdi. Ustoz yuzini o'girib, o'z hisobotlarida uning iqtidori borligi haqida hech qachon yozmaganini ochiqchasiga tan oldi. Ryan tishlarini g'ichirlatib, aynan shu narsa uni tinimsiz ishlashga majbur qilayotganini aytdi. Oldinga qarab turgan qariya o'quvchisidan o'zi nimalarni yaxshi eplay olishi haqida hech o'ylab ko'rmaganini so'radi. Yigit esa nimalarni eplay olmasligini juda yaxshi bilishini aytdi. Ustoz jilmayib, "Ana shuning uchun ham sen daho emassan", deb
xulosa qildi. Yosh xo'jayin arazlab bu haqida unga boshqa aytmaslikni so'radi. Ustoz jilmayib, daholar o'zlari nima qilishni yaxshi bilishlarini, shuning uchun ular qattiq mehnat qilib xohlagan narsalarga albatta erishishlarini tushuntirdi. Bu payt qahramonimiz esa bog'da xotirjam kitob o'qib o'tirardi. Ustoz tushuntirishda davom etdi. Daholar o'zlari eplay olmaydigan narsaga qattiq harakat qilishdan qo'rqishadi. Buni eshitgan zodagon yigitning ko'zlari hayratdan katta-katta ochilib ketdi. Qariya o'zi eplay olmaydigan narsada natijaga erishish uchun yonib turgan kuchli iroda daholarning eng ashaddiy dushmani ekanligini aytdi. Zodagon yigit jilmayib, bu oxirgi paytdagi eng yaxshi tasalli ekanligini tan oldi. Ryan qo'llarini qattiq musht qilib, o'zida boshidan bo'lmagan iqtidorga erishmaguncha tinimsiz va shafqatsiz mehnat qilishi shartligini tushunib yetdi. Qoyil, haqiqiy iroda. Yosh yigit ayyorona tirjayib, men albatta g'alaba qozonaman degan qat'iy qarorga keldi. Shiron esa iyagidan oqayotgan sovuq terni qo'li bilan artib tashladi. Qo'lida og'ir qilichni ushlab, qahramonimiz qilichbozlik shunchaki temirni temirga urish emas, balki dinamik zarbalar va psixologik o'yinlar to'plami ekanligini chuqur anglab yetgandi. Asosiy maqsad raqibni chalg'itib, uni yo'q qilish. Oy nuri qilichdag'ida sovuq yaltirab ketdi. Boshida dushman cheksiz yo'nalishlardan hujum qilgandek tuyulishi mumkin, lekin aslida faqatgina 8 ta yo'nalish bor xolos. Matematikani qarang. Bolakay ko'z o'ngida xayoliy dushmanni tasavvur qildi va naq bir oy davomida faqat shu 8 ta yo'nalishda kesishni o'rgangani bekorga emasligini tushunib yetdi. Xayoliy dushman shiddat bilan zarba berdi. Yosh sehrgarimiz esa raqibning harakatlarini qanday qilib mukammal to'sishni ham qoyil maqom qilib o'zlashtirib olgandi. Yosh sehrgarimiz shaqqonlik bilan qilichni ko'tarib, xavfli hujumni to'sib qoldi. Qahramonimiz o'zining xayoliy dushmani bilan shunday shiddatli jang qila boshladiki, ularning qilichlari to'qnashganda xuddi uchqunlar sachrayotgandek edi. To'satdan havoda sirli moviy tuman paydo bo'ldi. Shironning ko'zlari hayratdan katta-katta ochilib ketdi. Uning atrofida yorqin energiya to'lqinlari girdobdek aylanardi. Bolakay qo'lidagi qurolni yerga tashlab, "Demak, haqiqiy qilichbozlar o'z yo'lini aynan shunday tanishar-kanda" degan xulosaga keldi. U cheksiz osmonga qarab, qilichbozlik dunyosi ham xuddi sehr olami kabi tubsiz va cheksiz ekanligini to'liq anglab yetdi. Qilichini sekin qiniga joylarkan, yosh sehrgarimiz ich-ichidan ota-onasidan kechirim so'radi va endi orqaga yo'l yo'qligini, uyga qayta olmasligini tushundi. Va mana ulkan arenada yorqin chiroqlar yondi. Duel vaqti keldi. Shiron hech narsadan afsuslanmasligini va bu ajoyib mo'jizalarga boy dunyoni o'z ko'zi bilan ko'rish baxtiga muyassar bo'lganidan chin dildan xursand ekanligini o'yladi. G'azabga to'lgan Ryan ulkan arenaning qoq markazida viqor bilan turardi. Bizning qahramonimiz esa uning ro'parasida xotirjam joy egalladi. Zodagon yigit haqiqiy o'tkir qilichini qinidan sug'urib oldi va shafqatsiz jangni boshlashni taklif qildi. Shiron ham o'z qilichini oldinga qadab dadil ushlab turardi. Yosh xo'jayin raqibining ko'zlariga qarab, undan aql bovar qilmas darajada kuchli ishonch yog'ilayotganini darhol payqadi. Ryan ularning bir oy oldingi qisqa to'qnashuvini eslab, "O'shanda bu bola qilichbozlik haqida umuman tushunchaga ega emasdi-ku" deb hayron bo'ldi. Zodagon alamdan tishlarini g'ichirlatib, raqibi umrida birinchi marta qo'lida haqiqiy qon to'kadigan qilich ushlab turgan bo'lsa ham, qanday qilib bunchalik xotirjam tura olayotganidan qattiq g'azablandi. Ryan shiddat bilan oldinga otilarkan, "Agar bu oddiy xizmat ham akam Rey kabi iqtidorli bo'lsa, men uni yengishim shart" degan o'y bilan o'zini olovga urdi. Yigit bor kuchi bilan oldinga yugurib, o'lim dueli rasman boshlanganini e'lon qildi. Qani ketdik. Shironning ko'zlari katta-katta ochilib ketdi. U Ryanning mahorat darajasini bir oy oldingidan ancha yuqori ekanligini darhol tushunib yetdi. Havoda o'tkir qilishning shiddatli silkinishidan qolgan iz yaqqol ko'rinib turardi. Bolakay o'ziga qarab yashindek yaqinlashayotgan sovuq tig'ga diqqat bilan tikildi va u zarbadan ustalik bilan qochib qoldi. Nega deysizmi? Chunki u qilichning harakatlanish trayektoriyasini o'zining ichki sezgisi orqali aniq his qila olgandi. Buni ko'rgan yosh xo'jayinning og'zi shokdan lang ochilib qoldi va "Nahotki bu bola mening qurolimni ko'zi bilan emas, ongi bilan kuzatayotgan bo'lsa" deb hayratga tushdi. Yosh sehrgarimiz esa o'ziga ishongan holda oldinga qarab turardi. Zodagon yigit "Bu oddiy xizmatkor mendan umuman qo'rqmayaptimi?" deb asabiylasha boshladi. Shiron qoshlarini chimirib, aslida o'lim qo'rquvga to'liq qarshi tura olmasligini yaxshi bilardi. Qahramonimiz ko'kragidan og'ir yaralanganini tasavvur qildi, lekin bu qo'rquvning asosiy manbai bo'lgan o'lim faqatgina kelajakda yuz berishi, kelajak esa hali mavjud
mavjud bo'lmagan shunchaki bir illyuziya ekanligini tushunib yetdi. Qanaqa falsafa ya? Malatsi. Xayolida bir odam tik jarlik yoqasida turardi. U hech ikkilanmay oldinga qadam tashladi. Shiron shuni tushunib yetdiki, agar inson keyin nima bo'lishini, ya'ni oqibatini tasavvur qilmasa, xohlagan odam jarlikdan o'zini tashlashi mumkin ekan. Qo'rquvni faqat xayol yaratadi. Zodagon yigit qoshlarini ko'tarib, raqibi shunchalik ko'r-ko'rona o'limga tik boqmayotganini, balki o'zining barcha qo'rquv va his-tuyg'ularini to'liq jilovlab olganini tushunib yetdi. Bolakay xuddi tubsizlikka qadam tashlagandek dadil oldinga yurdi. Rayan ham qurolini baland ko'tarib, men ham o'lim degan narsadan aslo qo'rqmayman degan qat'iy qarorga keldi. Yosh yigit qilichni shiddat bilan siltab, yashindek oldinga otildi. Qahramonimiz darhol qurolini ko'tarib, raqibi unga aynan o'ng tomondan halokatli hujum qilishga tayyorlanayotganini ichki sezgisi bilan aniq payqadi va u dahshatli hujumni qoyil maqom to'sishga muvaffaq bo'ldi. Buni ko'rgan yosh xo'jayinning ko'zlarida g'azab olovi chaqnab ketdi. Jang endi qizyapti. Zodagon yigit qilich dastasini qattiq qisib, arzon fokuslar bilan yengib bo'lmaydigan devor ham borligini ko'rsatib qo'yaman, deb o'yladi. Rayan shiddat bilan ketma-ket yomg'irdek zarbalar yog'dira boshladi. Yosh sehrgarimiz tishlarini g'ichirlatib, dahshat-ku, bu zarbalar bunchalik og'ir va tez bo'lmasa, deb o'zini orqaga tashladi. Qahramonimiz raqibini sof energiya bilan tasavvur qildi, lekin Rayanning zarbalari shunchalik tezlashib ketdiki, Shironning ichki sezgisi, ya'ni sinesteziyasi bu tezlikka umuman yetib ola bilmay qoldi. Rayan vahimali qiyofada yana bir bor shiddatli zarba berdi va qahramonimizning ko'kragida qonli kesik paydo qilib qo'ydi. Uning ko'zlaridan chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Qilich tig'i sovuq yaltirab ketdi. Shiron vaziyat chatoqligini, sekin-asta mag'lubiyatga uchrayotganini tushunib yetdi. Zodagon yigit qilichini boshidan baland ko'tarib, bor ovozi bilan o'kirgancha tashlandi. Bolakay bu halokatli hujumdan qochish uchun jon holatda yerga yopishib oldi. Sal qolsa, ikkiga bo'linib ketardi-ya. U jon holatda orqaga sakrashga majbur bo'ldi. Bolakay shubha bilan ko'zlarini qisib, "To'xta, bu yerda nimadir g'alati, nimadir noto'g'ri ketyapti", deb payqab qoldi. Yosh sehrgarimiz yana bir og'ir zarbani zo'rg'a qaytarar ekan, qanday qilib unda bunchalik dahshatli kuch bo'lishi mumkin deb hayron bo'ldi. Rayan esa zaharxandalik bilan tirjayib ichida, "Nima? Endi yetib bordimi senga?" deb ustidan kulardi. Axir bu oddiy usul emas, balki aynan ikki qo'l bilan ushlanadigan og'ir qilichlar uchun maxsus yaratilgan mashhur Orient qilichbozlik san'ati edi-da. Shiron qonayotgan erasiga qo'lini bosdi. Zodagon yigit raqibi uning bu og'ir zarbalarga uzoq chiday olmasligini yaxshi bilardi. Chunki u har bir zarbaga butun tana og'irligini va butun skeletning kuchini tashlayotgandi. Rayan og'zini lang ochib, xuddi yirtqichdek o'kirgancha qahramonimizni o'zining sof jismoniy kuchi bilan majag'lab tashlamoqchi bo'ldi. U Shironni oldinga yurishga majbur qilib, shunday dahshatli kesuvchi zarba berdiki, atrof titrab ketdi. Qahramonimiz qoshlarini chimirib vaziyatni tahlil qildi. "Agar u ko'kragimni tilib yuborgandan keyin qilichini sal teparoqqa ko'targanda bormi, meni shartda ikkiga bo'lib tashlagan bo'lardi va duel shu joyning o'zida tugardi." Rayan esa qilichini shiddat bilan siltadi. Shiron o'zining qilichbozlik haqidagi tushunchasi u o'ylagandan ham ancha sayoz ekanligini tan oldi. U qandaydir texnikalarni yodlab olgan bo'lsa-da, haqiqiy jangovar farosat va ichki sezgi yetishmayotganini tushunib yetdi. Bolakay qoshlarini jiddiy chimirib, endi o'zi aniq hisob-kitob qila oladigan darajada jang taktikasini o'zgartirishga qaror qildi. Osmondan xuddi energiya o'qi tushgandek bo'ldi. Qilichlar qattiq jaranglab, bir-biriga to'qnashdi. Shiron shart rejasini o'zgartirib, faqat himoyalanish o'rniga kutilmaganda o'zi hujum qilishga o'tib ketdi. Yosh sehrgarimiz shunday o'tkir va chaqqon zarba berdiki, buni ko'rgan yosh xo'jayinning ko'zlari hayratdan chaqchayib ketdi. Bu xizmatkor nega birdaniga hujumga o'tib qoldi? Qolaversa, shuncha zarbadan keyin ham qanday qilib charchab qolmadi, deb shok holatiga tushdi u. Yosh sehrgarimiz tishlarini g'ichirlatgancha tinimsiz zarbalar yog'dirishni boshladi. Rayan bu hujumlarni zo'rg'a qaytarar ekan, ularning barchasi eng oddiy, bazaviy harakatlar ekanligini tushunib yetdi, lekin nega bu oddiy zarbalarni to'sish bunchalik qiyin bo'lyapti? Albatta Rayan hayron qoldi. Zodagon yigit qoshlarini chimirib navbatdagi og'ir zarbani qaytardi. Uning ko'zlarida charchoq alomatlari ko'rindi. Qahramonimiz raqibning jismoniy chidamliligi sezilarli darajada tushib ketganini darhol payqadi va endi o'z kuchini tejash uchun aynan shu ritmni ushlab turish kerakligini anglab yetdi. Rayanning qorachiqlari qo'rquvdan torayib ketdi. "Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Men oddiy xizmatkorga yutqazib qo'ymayman." Shu payt uning ko'z o'ngida alamli xotiralar gavdalandi. Oila boshlig'i akasi Rayning yelkasiga qo'lini qo'yib, uni dohiyligi uchun maqtab ko'klarga ko'targani, bechora Rayan esa yerda yiqilib yotgan, xizmatkorlar uni o'rab olishganini esladi. Kichkina Rayan orqasiga o'girilib, mukammal akasiga
alam bilan qaradi. Uning yuzida yovuz va shafqatsiz tabassum paydo bo'lgandi. Yosh yigit g'azabdan o'zini yo'qotib qo'ydi va bor ovozi bilan: "Qo'y xizmatkor, mening ustimdan kulishga qanday hadding sig'di?" deb o'kirdi. Yosh xo'jayin qilichini shiddat bilan siltab, "Men albatta dunyodagi eng buyuk qilichboz bo'laman" deb baqirgancha oldinga intildi. Shiron darhol qilichini oldinga tutib, uning bu telbalarcha hujumini to'xtatib qoldi. Zodagon yigit vahimali qiyofada qoshlarini chimirib, "Bu bola yana nimalarni reja qilyapti o'zi?" deb xavotirga tushdi. Lekin shu payt Shironning ko'zlari hayratdan katta-katta ochilib ketdi. Qurolni o'z oldida mahkam ushlab turgan qahramonimiz dahshatli bir narsani tushunib yetdi. U endi Ryanning qilichi qayerdan kelishini oldindan ko'ra olmayotgandi, chunki Ryanning harakatlarida hech qanday mantiq qolmagandi. Juda ko'p tasodifiy va tartibsiz zarbalar paydo bo'lgandi. Zodagon yigit bor kuchi bilan o'kirgancha to'g'ri qahramonimizning ustiga bostirib keldi. Uning sovuq tig'i yosh sehrgarimizga tobora yaqinlashib kelardi. Shironning moviy ko'zlari yorqin chaqnab ketdi va qattiq zarba ovozi butun arenani titratib yubordi. Oho, nima bo'ldi ekan? Qilich osmonga uchib yerga shartta sanchildi. Dahshatli manzara. Shiron og'zini lang ochib, xuddi marafonda yugurgandek hansirab nafas olardi. Ryan ham ko'zlarini qisib, o'pkasini joyiga tushirishga urinardi. U pastga qarab, "Nahotki shu narsa rostdan ham yuz bergan bo'lsa?" deb shokda qotib qolgandi. Ikki qahramonimiz o'rtasida o'lik jimjitlik. Ular bir-biriga indamay tikilib turishardi. Keling, bir necha soniya orqaga qaytamiz. Yosh xo'jayin raqibga qarab yashindek otildi, lekin so'nggi lahzada qahramonimiz qilich dastasini chaqqonlik bilan ushlab qoldi. Shiron uni shunday keskinlik bilan siltadiki, raqibning o'limtik zarbasini qoyil maqom qilib qaytarib yubordi. Qanday? Siz ham qoyil qoldingizmi? Endi esa bolakay nafasini rostlashga urinib, asabiy qoshlarini chimirib turibdi. Zodagon yigit bu oddiy xizmatkorning aslida kimligini umuman tushuna olmasdi. Ko'zlari hayratdan katta-katta ochilgan Shiron esa o'zining g'alaba qozonganiga hali ham ishonmay, "Xo'sh, endi nima balo bo'larkan?" deb xavotirga tushib qolgandi. Zodagon yigit boshini egib, yerga qarab qoldi. Yosh sehrgarimiz esa uning g'ururini yana bir bor toptab qo'ygani uchun endi nima bo'lishini bilmay ich-ichidan xavotirda edi. U har ehtimolga qarshi qurolini hamon o'z oldida tayyor ushlab turardi, lekin Ryan kutilmaganda o'z mag'lubiyatini tan oldi. Yosh yigit ensasini qashlab, navbatdagi sharmandali mag'lubiyatdan rosa xafa bo'lganda, yosh xo'jayin boshini ko'tarib juda mardlarcha gap qildi. "Agar hozir meni o'ldirishga qaror qilsang ham, senga qarshi bir og'iz ham gapira olmayman." Qahramonimiz unga hayratdan og'zi ochilib qarab qoldi. Keyin Shiron miyig'ida jilmayib, "Siz rostdan ham hazillashyapsizmi?" deb so'radi. Zodagon yigit hayron bo'lib, "Nima deganing bu?" deb og'zini lang ochdi. Bolakay esa kulib, "Agar men Aujentlar oilasining xo'jayinini o'ldirsam, meni shu yerdan tirik chiqib ketadi deb o'ylaysizmi o'zi?" deb mantiqli savol berdi. To'g'rida kallasini olishadi-ku. Zodagon yigit jilmayib, "Axir biz bu duelga o'z hayotimizni tikkan edik-ku" deb eslatib qo'ydi. Bolakay esa o'z hayotini xavf ostiga qo'yish niyati umuman bo'lmaganini, u shunchaki tirik qolish uchun jon holatda kurashganini aytdi. Yosh sehrgarimiz qo'lini ko'tarib, ularning bu jangi boshidanoq mutlaqo bema'nilik bo'lganini yuziga soldi. "Agar siz shunchaki mashq qilishni xohlamasangiz, nega alamni mendan olasiz? Aybim nima?" deb so'radi u. Ryan asabiylashib, "Sen menga ozgina bo'lsa ham hurmat ko'rsatishing kerak edi" deb baqirdi. Buni eshitib sehrgarimizning ham joni hiqildog'iga keldi va "Unda siz ham o'z xizmatkoringizga ozgina hurmat ko'rsating" deb o'shqirib berdi. Zodagon bolaning ko'zlari hayratdan katta-katta ochilib ketdi. Xizmatkordan bunaqa gapni kutmagandi-da u ham. Qahramonimiz tushuntirishda davom etdi. "Haqiqiy hurmatga loyiq odam o'z xizmatkorini hech qachon bunday xavfli va noqulay ahvolga solib qo'ymaydi. Agar rostdan ham e'tirofga loyiq mard bo'lsangiz, nega o'z ustozingiz bilan g'urur bilan yuzma-yuz gaplashmaysiz?" Qoyil! Mana shu yerda lekin zo'r gapirdi. Yosh xo'jayin o'zicha xizmatkorga barmog'ini o'qtalib, uni mardlarcha jangga chorlaganini tasavvur qilgandi. Lekin Shironning ko'zi bilan qaraganda bu shunchaki uning hayotiga qilingan ochiqdan-ochiq tahdid edi xolos. Bolakay holdan toyib yerga yiqildi va "Rostini aytsam, hozir rostdan ham o'lib ketaman deb o'ylagandim" deb chuqur xo'rsindi. Zodagon yigit unga yuqoridan qarab, "Qiziq, odatda odamlar shunday qonli dueldan keyin bir-biriga qandaydir iliq maqtovlar aytib do'stlashib ketishmasmidi?" deb hayron bo'lardi. Bolakay ko'zlarini yumib, "Bu o'zi nima balo bo'ldi-ya?" deb noliydi. Zodagon yigit esa boyagina o'zi bilan shafqatsizlarcha jang qilgan o'sha sovuqqon va dahshatli jangchi qayerga g'oyib bo'lganiga tushunmasdi. Ryan ko'z o'ngida doim ustidan tirjayib kuladigan akasi Reyni tasavvur qildi. Lekin u
ro'parasidagi bu daho bolakay akasiga o'xshab uni masxara qilmayotganini payqadi va u shuni tushunib yetdiki, bu oddiy xizmatkor unga qarshi turish uchun o'zining bor kuchi va irodasini to'plagan ekan. Zodagon bolakay undan ismini so'radi. Yosh sehrgarimiz biroz xijolat bo'lib chetga qaragan ko'yi o'z ismini aytdi. Uni ro'parasida viqor bilan turgan yosh xo'jayin ham o'zini to'liq tanishtirdi. Zodagon yigit kutilmaganda o'z raqibiga do'stona qo'lini cho'zdi. Sehrgarimiz esa nega bu mag'rur yigit birdaniga menga to'liq ismini aytib bunchalik muloyim bo'lib qoldi deb umuman tushunmasdi. Zodagon unga biroz engashib, samimiy ohangda do'st bo'lishni taklif qildi. Oho, mana bu boshqa gap. Qoyil, dushmanlar do'stga aylanishdi. Keyingi sahnada odamlar ulkan kutubxonadan bir uyum kitoblarni ko'tarib chiqib ketishayotganini ko'ramiz. Binoda turgan bosh xizmatkor Temuran o'zining yosh xodimi naq 10 mingta kitobdan 7 mingtasini allaqachon saralab bo'lganini xabar qildi. Qariya orqasiga o'girilib bolakayni qoyil maqom ishi uchun maqtab qo'ydi. Qahramonimiz jilmayib unga chin dildan minnatdorchilik bildirdi. Axir uning bu xavfli lekin ajoyib ishga kelganiga roppa-rosa 1 yil to'lgandi. Xizmatkorning ortidan qarab qolgan Shiron saralashi kerak bo'lgan kitoblar soni kamaygani sari uning ish unumdorligi va bilimi qanchalik dahshatli darajada oshib ketgani haqida o'ylab, o'zidan faxrlanib qo'ydi. Kitobni javonga joylarkan qahramonimiz o'qish kerak bo'lgan atigi 200 tagina kitob qolganini eslab qoldi. Tasavvur qilyapsizmi? Shuncha kitobni yeb yubordi-ya bu bola. U kuniga 3 tadan kitob o'qib, o'zining bilim poydevorini to'liq qurib bitkazishga qaror qildi. Ryan bilan bo'lgan o'sha dahshatli o'lim duelini eslab, yosh sehrgarimiz qo'rquv ortida yashiringan asl mohiyatni anglab yetganini va aynan shu narsa uning maxsus aqliy holatda bo'lish vaqtini ancha uzaytirganini tushunib yetdi. Ko'zlarini sekin yumib, Shiron o'shanda rostdan ham o'lib ketaman deb o'ylaganini tan oldi, lekin agar hech qachon taslim bo'lmasa, o'zining buyuk maqsadiga albatta erishishiga qattiq ishondi. Bolakay yana bir qalin kitobni qo'liga olib, Ryandan "Sening oilang rostdan ham shu kitobning hammasini o'qib chiqqanmi?" deb so'radi. Qahramonimiz hayotda yaxshi va sodiq do'st topishga hech narsa teng kela olmasligini chin dildan his qildi. Shiron baland narvonga tirmashib chiqarkan, oila boshlig'i va ikkinchi yosh xo'jayin, ya'ni Daho Rey bu kutubxonaga tez-tez tashrif buyurishini aytib berdi. Buni eshitgan Ryan, aqlli bo'lish rosa mazza bo'lsa kerak-a, deb xafa bo'lib qo'ydi. Keyin esa zodagon yigit qo'lidagi kitobni shartta chetga uloqtirib, bu narsa unga umuman kerak emasligini aytdi. O'tgan 1 yil ichida Shiron shunchaki payqadiki, bu Ryan deganlar shunday ulkan barzangi bo'lishiga qaramay, aslida juda ko'ngilchan va oq ko'ngil yigit ekan. Bolakay yerga otilgan kitobni avaylab qo'liga olib, do'stidan boshqa bunday qilmasligini yolvorib so'radi. Aks holda bosh xizmatkor uni aniq o'ldirishi tayin edi. Qilichboz esa kulib, qanaqasiga bitta oddiy kitob inson hayotidan muhimroq bo'lishi mumkin. Xavotir olma. Agar sen shu butun boshli kutubxonani yoqib yuborsang ham, men seni albatta himoya qilaman, deb mardlarcha va'da berdi. Yosh sehrgarimiz boshini changallab, agar sen hech narsaga tegmasang, men shusiz ham xavfsiz bo'laman. O'zi nega hali ham mashg'ulotga ketmading? deb so'radi. Ryan qo'llarini ensasiga tirab, xotirjamlik bilan ustoziga bir muddat kutubxonada ilm olmoqchiligini aytib, qochib kelganini tushuntirdi. Buni eshitgan yosh sehrgarimiz hayron bo'lib, "Unda hozir kitob o'qishing kerak emasmi?" deb so'radi. Ryan esa xuddi yosh bolalardek qo'l oyoqlarini silkitib, qo'ysang-chi, bu zerikarlikdan ham zerikarlik-ku" deb noliydi. Ikki qahramonimiz bir-biriga orqa o'girguncha suhbatlashardi. Yosh xo'jayin xuddi to'xtatib bo'lmaydigan ozgina imkoniyat bo'lsa ham qayta alangalaydigan yovvoyi olovning o'zginasi edi. Do'stlar, hikoyamizning bugungi qismi xuddi mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Agar davomini ko'rishga juda ham qiziqayotgan bo'lsangiz, video pastdagi havola orqali Telegram ilovamizga o'ting, bemalol hammadan oldin ikkinchi qismni tomosha qilsangiz bo'ladi. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash hamda YouTube ko'proq insonlarga tavsiya etishi uchun videoga like bosing hamda sizga qaysi qahramon ko'proq ma'qul bo'lganini izohlarda yozib qoldiring. Keyingi qismlarda ko'rishguncha